Agar YouTube'ga Minecraft deb yozsangiz, ko'plab klon versiyalar chiqadi. Biz shu klon versiyalardan o'ynaymiz bittasi. Qani bo'lmasa videoga birinchi Minecraftimiz. Kirishlar oppoq bo'lib kirar ekan. Bu 14-versiyadagi Minecraft kirishiga o'xshar ekan. Nimagadir hozircha kirgani yo'q, sekin kiradi. Kirmoqda. Kutamiz. Qancha uzoq vaqt bo'lar ekan, videoni pauza qilib turaman. Xo'p do'stlar, mana kirib ham bo'ldik. Endi birorta versiyada o'ynab ko'ramiz. Bunda ham ulashsa bo'lsa kerak, chunki mana bunday narsalar bor ekan. Mana kiramizda birorta mer yaratamiz. Birorta mer yaratib o'ynab ko'raylikchi, qanaqa qiziq o'yin ekan. Xo'p, kiramiz bu Minecraftga. Yaxshi Minecraft degan umiddaman. Bosdik. Do'stlar, chiqarib yuboribdi. Boshqatdan kiramiz. Kimmoqda eski versiyaga o'xshab. Men buni bosish kerak ekan. Boya xato bosganmiz ekan. Kirish o'zimizni Minecraftga o'xshar ekan, prosta buniki pushta, bizniki esa qora. Do'stlar, kirdim mana nihoyatda 3 minut vaqt ketdi bunga kirishga. Mana nihoyat. Nima bo'lganda menga jayam yoqmadi. Endi kiyib olamiz. Dalles. Kiyimlar o'zimizning Minecraft bilan bir xil ekan. Birorta blok qo'yaylikchi. Mana. Do'stlar, bu internetga ekan. Do'stlar, mana Wi-Fi qo'lladim. Endi uy quramiz do'stlar. Shunda uy quramiz. Birinchi tayin mana bunaqadan quramiz. Shunday. Wow, do'stlar, kichkinaginacha uycha ham qurib oldik. Ozgina qochishlar bo'lyapti. Yana dahshat uy bo'ldi do'stlar. Bunga men 4 dan 2 ball beraman. Yaxshi ekan. Endi bizga navbat boshqa Minecraftga. Minecraft deb qo'ygan ekan. Minecraft ekan bu.
Minecraftga kirib, bunga skinlar bor ekan, men o'zim skinimni tanladim-da, birorta zonaga kirib ko'rdim. Böyle zonalarim bor, çünkü bu Minecraft men oldin o'ynaganman. Shuning uchun yana o'ynayapman. Kelinglar, bunda ham bir qiziqroq uy quramiz. Bunga Minecraft desangiz bu ham chiqadi, bu ham yaxshi Minecraft, unda ham ulashsa bo'ladi, bu ham yaxshi. Kelinglar, mana bundaqa uy quramiz. Katta qurmaymiz, chunki vaqtimiz tugagan. Vaqtimiz ziq, shuning uchun endi men betga va men betga. Mana shet. Shunday qurib chiqamiz uy. Bunda pauza qilmayman bunda. Minecraftga boshlatdim. Bitta nimagadir. Buni buzamiz va oyog'ini tagiga mana bunaqasidan urib chiqamiz. Mana bo'ldi do'stlar. Yaxshigina uycha bo'ldi. Bu o'yinga men 4dan 1 o'rinda qo'yaman. Ya'ni 4dan 4 baho qo'yaman. Yaxshi o'yin ekan. Ana o'yin menga ikkita yoqmadi. Bundan 4dan 4 ball beraman. Unga esa 2dan 2 oldingiz. Qal bo'lmasam ikkinchisiga navbat. Bu ham yaxshi Minecraft. Buni o'ynab ko'ramiz. Qani? Bu ham Minecraft ekan, buni ham to'g'ridan qorni tanlaymiz, chunki menga nimaga qor yoqadi. Sizlarga qana fasl yoqsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Qani o'tamiz. Odamlar, zo'r ekan bu. Zo'r ekan, bunga 4dan 3 ball beraman. Bu ham yaxshi ekan. Yaramas. Qani mashinaga chiqaychi. Ustiga 1 marta bossa chiqar ekan. Vazirlab mashina minsa bo'lar ekan. Do'stlar, zo'r ekan. Faqat ozgina qotyapti. Banklarga kiramiz do'stlar. Banklar bor ekan do'stlar. Xullas, bu o'yinga vaqt o'tirmayman. Bular o'yinga 4dan 3 ball beraman. Navbat oxirgi o'yinga. Endi biz sal eskiroq versiyadamiz do'stlar. Mana do'stlar. Kirish ham zo'r. Menga kirish yoqdi. Do'stlar, mena kirmoqda bu ham. Play. Summer deb do'stlar. Birinchi levelimiz ekanmiz. Dengiz. Lekin menga kema yoqmadi. Qanaqadir juda eski versiya do'stlar. Nima? Do'stlar, bu Minecraft o'ynab mazza bo'lmaydi ekan do'stlar. Qanday men inventarga kiraman? Nima shu yerdan kiramizmi? Menga bu joy yoqmadi do'stlar. Shunga bunga 1 ball beraman. 4dan 1 ball beraman.
Bu menga yoqmadi. Sizlar ham o'ynab ko'ringlar. Sizlarga qaysi biri yoqdi, o'zlaring baholanglar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.